Hürmetli kitap anlıqçılar, huzurunlarda Jallat Xenim namlıq tarihi romanının davamı. 2. Bütkül əzayda tırnaqçılık qarısı yo'q aq arg'moqni ixtiyoriy mengishiga qo'yib atgan Xo'ja Hidoyatullo Eshon ritmliq yo'rg'ilab ketib qolgan arg'moqning ustida yengil tavranganicha o'tirib, allaqandoq shirin xiyollarga g'arq bo'lib ketgan edi. Otning keyindan Eshonning bir to'p so'pi darvishlari oyoqlari ostidan to'zg'an bulutdek chang to'zonlar orasida hozirab ömüdeşkiniçe kelişivatatti. Nefes ağusuz quyuq çang tozanlar bilen tinchi havada üstübaşlarındaki cendek kulaları ulağa xuddi ming patmanlık yük artılgandek eğri kelgen bulup baş közlerden quyulgan terler boyulardan yelke bellergice salvarap turgan paxmaq çaşları arasından yundu bop aqatti. Ruhi ve cismani cihatdan izlib ketgan bu so'pi dervishlarning gerçi beqinlari yer tortib soyroq birer joyini tepib sagidigash toza bir ig'nab yetivog'usi kep tursimi, lekin oq tulpar ustida xuddi bir parcha oq bulut ustida o'tirgandek sur hayvi bilan ketib qolgan Eshon piridan ijozat berilmagani uchun noiloj qadamlarini tasta yo'tkishatdi. Ussab choplashib ketgan tonglaylarini chaqilditish qilicha shu daqiqada birer ahli sulukdagi boyning hashamatlik qo'rosidan yugurib chiqib Eshon pirining oq arg'imiqining chulvuriga esilganicha o'ylisiga kirib birer piyoldan usuliq ichib menishqa yoki beg'iga kirib birer taldan yel yemish yeb sagidashga taklif qilishini ta'ma qilishadi. So'pi darvishlarning bag'aziri ruhi tushib, izlib ketib qolganligini ko'rgan Abdurazzoq xalifa So'pi darvishlarni ruhlantirish ham Eshon pirining sur hayvisini namoyish qilish ham shahardagi ahli sulukka kirishga ancha iranchimayotgan bir qism nodon xalqni sulukka kirishga da'vat qilish uchun to'p orasidagi yosh hofizni talqin o'qishga buyurdi. Yosh hofizning ovozi haqiqatan jarongliq ham suzuk edi. Mo'ngluq talqin sadosi uyqu besib, asnab, mugdab ketib qolgan so'pi darvishlarga xuddi ruhlantirish dorisi bergandek darhol ta'sirini ko'rsatdi. Dastlab bu yerdan anglangan hum, Allohum, haq do'st, ya Allah degan ojiz, bo'g'uq jarri sadosiga birdamdila butkul to'p qaytildi. Shu hamon Qashqarning to'shuk darvozasiga elib boradigan bu ko'chini mo'ngluq talqin sadosi, Sapaylarning ritmliq jaldoqlashlari va uningga qo'shilib ko'tarilgan hayvatlik jarri sadolari bir oldi. Yosh hofiz ovozini texmi bak qo'yib etib hukmat o'qimoqda edi. Yosh hofiz ovozini texmi bak qo'yib etib hukmat o'qimoqda edi. Dünya mening deganlar jahon molin og'anlar. Osh ko'z qushdek bo'luban ul haromga patqanlar. Hofizning mo'ngluq ovoziga tankash bo'lib, so'pi darvishlarning jarilari guruldaydi. Hum Allohum, hum. Huvi Allohum. Yosh hofiz jariga ulashtirib yana hukmat etishga boshlaydi. Pani dünya deganlar sulukni tarik etganlar. Hamdu sana demasdan kayib sapa surganlar. Gunohlari hisobsiz, qiyomati madatsiz. So'pi darvishlar ko'zlarini yumib, boshlarini ikki tarafga, oldi kayniga gildanglatib, qo'llarini hari tortayotgandek usulda harakatlantirib, birda o'ngga, birda so'lga payqiratib, yerga gulup dassab, shala tükürüklarini çaşırtıp, barlıq ovozi bilan jarri salatdi. Ya Allah do'st, ya Allah, haq do'st, ya Allah. Bu güldürü g'alab, la oq arg'imoq ustida yengil choyqilib ketib qolgan Xo'ja Hidoyatullo Eshonning shirin xayollariga halaqat yetkazolmagan edi. Shahzoda Yo'lbosxonning huzurida
arqım-arqa içken 4 piyola kuchlik sharobning kayfidimi yoki necha vaqtdan beri pukib kelgan planlarga shahzodani osonla ma'qul keltirganligidimi aytavur ishonning kayfi to'limi chog' edi. Butkul vujudi xuddi qiz ko'chirib ketib qolgan yigitdek shirin his tuyg'u xayollarga asir bo'lgan edi. Ana Padari Sultan Abdullah Xandan Saidiya taxtini tatib olgan Shahzoda Yo'lbosxon saltanatlik oltin taxtda gidiyib o'tirmoqda. Butkul xalqning diniy huquqini qo'lga kirgizib olgan Xo'ja Hidoyatulloh Eshon bo'lsa, pir buzruklik salohiyati bilan podshoh olam Yo'lbosxonga aql o'rgatmoqda. Saltanat yurtlarchilik ishlariga o'rlashib, maslahat bermoqda, yo'l ko'rsatmoqda. El yurtqa Yo'lbosxon nomidan turlik yorliq farmonlarni tushirmoqda. Qiyomatlik dushmanlari bo'lgan Isoqiya sulkidagi qora tog'liq Eshon xo'jalarni, So'pi darvish muridlarni hapsiga ilib, zindonlarga tashlab, turlik jazolar bilan qiynamoqda. O'ldirib o'sh olmoqda. Assalomu alaykum. Piruhul haq. Bu yerdagi piruhul haq degani haqni, ya'ni Allohni ko'rgan pir degan ma'noda ekan. Tuyuqsiz berilgan bu salomdan cho'nqur xiyolga petib o'tirgan Eshonmi ham ostidagi oq org'imoqmi cho'chib ketdi. Org'imoq qumush quloqlarini shing'aytib, yo'rg'isini so'kuldashqa o'zgartdi. Hidoyatulloh Eshon shirin xiyollarga aloqat yetkazgan bu adabsizga norozilik bilan shundoqla qordida o'zining allaqachon shaharning to'shik darvozasiga kelib qolganligini, boya salom bergan kishining to'shik darvozasini qo'g'daydigan lashkarlarning boshlig'i ekanligini ko'rib, chiroyidagi norozilikning o'rniga yosalma kulki almashtirdi. Shu topda darvoza ustidagi qorovulxondagi va sepil ustidagi barliq lashkarlar Eshonga salom berib, hurmat ehtirom bilan qo'l bog'lab turadi. Eshon ularning salomini ilik elib salom qaytirdi-da, oq arg'imoqni mengishga buyurib, kolichi bilan yengil beqindidi. Darvozadan kirib chiqayotgan xaloyiq darhol ikki tarafga o'tib, qo'l bog'lashgunicha Eshonga yo'l berdi. Qashqar shahrining bu darvozasini Shahzoda Yo'lbosxon Xo'ja Hidoyatulloh Eshonga qo'l berib murid bo'lgandan keyin Eshon pirining shaharga kirib chiqishiga va ahli sulukdagi murid muxlislarning Eshon pirini va Hazrat Mazrini ziyorat tavob qilishiga oson bo'lishi uchun olaydan sepildan to'shik oshqizib yasatqizgan bo'lib, shahar xalqi bu darvozaga to'shik darvozasi deb nom berdi. Odatda shaharning barliq darvozalari namoz asrdan keyin taqilib, toki bomdodgacha har qanday odam uchun ochilmaydi. Ammo Hidoyatulloh Eshon qo'liga dastak yezib bergan bir qism muhim so'pi darvishlar uchun to'shik darvozasi har qachon ochiq edi. Chunki Hidoyatulloh Eshon oshqizgan bu darvozaga Yo'lbosxonning lashkarlari orasidagi o'ziga qo'l bergan eng ishonchlik murid muxlislardan tanlab qorovullikqa tayinlatkizgan edi. Shunlashqa Hidoyatulloh Eshon to'shik darvozasidan mayli kirayotganda, mayli chiqayotganda bo'lsin, darvozani muhofazat qiluvchi barliq lashkarlar, hatto darvoza ustidagi ko'ztish munorasida turayotgan qorovullargacha Hidoyatulloh Eshonga puklanib salom beradi. Esanlik so'raydi. Boshqa oddiy kishilar darhol o'zlarini chatkelib yo'l berishadi. Xo'ja Hidoyatulloh Eshon Hazrat Mazrining yindagi hashamatlik qasrining oldiga yetib kelganda, qasrning oldidagi sharbat ko'lning atrofidagi so'gatlarning soyasida to'plarga milinib, badallarini qurut qo'ng'izlarga chaqtirib, so'ngash teqimlarini kartildatib qoshlab, asnab yetishgan jul-jul kiyimlik, qosmoq chiroy bir to'p so'pilar durida o'rilurdan qopib, qo'l bog'lab turishdi. Eshon oldiga yugurib kelgan so'pi xizmatkorning qo'liga oq arg'imoqning chulvurini tutqizib qo'yib, Abdurazzoq xalifa qatorliq yuqori darajalik xalifa suluk mas'ullarining hamrohligida darvozadan kirib, udul kengashxonasiga qarab mangdi. Xo'ja Hidoyatulloh Eshonning qasri
Tashqariqi saroy, o'tir saroy va ichkiri saroy deb 3 ga bo'linadi. Tashqariqi saroy Hazrat mazri bilan tam tutash bo'lib, uningda katta Hazrat xonaqasi va xonaqaga yondosh silingan yomg'ir peshin, yomg'ir yeshin, qor bo'rondan daldi bo'g'dak bir qancha eg'iz uy. Shundaqla otxona, eg'il, samonxona, kaptarxona, ancha muhim bo'lmagan laqi-luqlarni qo'ydigan ambar, lapas va so'pi xizmatkorlarning turalg'ulari joylashgan edi. Hazrat mazrining tünəkxana, itikabxana və qalandarxonlarga sig'may qolgan so'pi darvishlar yozning yomg'ir yechillarida, qishning qor sovuqlarida tashqariqi saroyning bo'sh uylariga, lapaslarning ostiga kirib olib panohlanadi. Tashqariqi saroyning kangri saynosida uydak yo'g'onliqdiki, ichiga maxsus shot qo'yib, yumasa qo'l yetmaydigan, odam bo'ylashmaydigan cho'nqurliqdiki, cho'ng kichikiligi ancha farqlanib ketmaydigan 4 dona dosh qozon, yerni uyub yasalgan o'choqlarga mindirilgan bo'lib, juma kunlari tavobchi, ziyoratchilarning va so'pi darvishlarning oz ko'pligiga qarab bir yoki 2 dosh qaynatiladi. O'tir saroy bog', gullik, ko'l, ravaq bir gavdalashtirilib bino qilingan bo'lib, g'oz o'rdak, toz, şatuti, kenglik, keklik, to'rg'ay va allaqanday qushlar. Shuningdek, buğa, kiyik degandek e'tiborli hayvonlar ko'zga chiliqib turadi. O'tir saroyning to'r tarafiga Hidoyatulloh Ishonning xos xutbexonasi, muhim ishlarni maslahat qaror qiladigan kengashxonasi, muhim mehmonlarni muridlari orasidagi ziyoratga kelgan amaldor, boylarni, zardor törilərni kütüb aladigan qubulxonasi, ziyofatxonasi va yuqori darajalik xalifa sülük mas'ullarini, katta mehmonlarni qo'ndirib olish uchun alohida zinnatlab yasatgan hashamatlik takiyxonlari bor edi. Saroyning tövan tarafiga tashqariqi saroyga maxsus ishon jamiyatining 3 vaqt tamoqini tayyorlaydigan oshxona va yuyinish uchun muncha, hammom, tarat ilish uchun mustahabxona joylashgan edi. Ichkirki saroy Hidoyatulloh Ishonning xos harami bo'lib, bu saroyning boshqa saroylardan farqi. Tomlari egiz ham mustahkam bo'lib, Ishonning og'ich to'qonlari va ularning kinizaklari turadi. Bu saroyga alohida tarbiyalangan, pichib oqti qilib etilgan so'pi xizmatkorlardan boshqa İşan ve onun oğlu farzandlarla bemalol kirib chiqa oladi. İşan qasrining oldida noitimi cho'ng va hashamatlik yasalgan qubba munarlari ko'kka bo'y so'zib turadigan Hazrat xonaqasi hayvat bilan cho'qchiyib turadi. Ichkirki xonaqa va tashqirki xonaqa deb ikki bo'lingan bu katta imoratda 4-5 ming so'pi darvish bemalol halqa suhbat qurib, jari samo silib ibodatga mashg'ul bo'la oladi. Xo'ja Hidoyatulloh Ishon xalifalarini ergashtirib, udul kengashxonasiga kirib to'xtadi. Uninggacha Ishonga so'ngdushib degudek kirib kelgan so'pi xizmatkor Ishonning beshidan yo'g'on sallisini ilib qo'ziqqa asdi. Navatrang ro'milini yeshib, ig'ir jandisini soldirdi. Oxirida mas qolashlarini soldirdi-da, to'rt tarafdagi qo'shlab silingan ta'tillar ko'rpining ustiga yonboshlagan Ishonning beqiniga ajoyib mahorat bilan qurab tikilgan 2 takiyni yo'lidi va yo'g'on yalpigish bilan chip-chip terlab ketgan Ishonni yalpishga boshladi. Abdurazzoq xalifadan boshqa xalifalar Ishonning oldida jandilarini yeshib, bahuzur o'tirishdan ayminib, pagaxtila yukunishdi. Ayol o'tmay so'pi xizmatkorlar dasturxon silib, dasturxon ustini yengila tonurdan so'yib ilingan petir qatlama, paxlan go'shi va so'g'uq bochka kavpi, qetiq, qaymoq, kashkap, sharbat va qo'g'in tavuzlar bilan ko'mivetdi. Ishon ancha ishtihosizla, boshqa xalifalar yirtqushlarcha oshko'zlik bilan dasturxonga tashlandi. Bir cho'gin choy qaynimichilik vaqtda o'zini unutgan holda yalmab yutish, yeb ichishlardan keyin dasturxondagi go'sht kabob silingan ligan tovoqlar butunlay quruqdaldi. Boshqa nozu ne'matlarmi asosan ishib qolmagan bo'lib,
dastıxanda süngək və qoğun tavuz şapaqları dövüzü payda bolğan idi. Qorsqının toyğunni bilənməy, aş gözlük bilən ziyoda jiq yevetken xalifalarning bir qanchasi singirənməy kart qilib kekirishga boshladi. Qisqala duodan keyin dastıxan yig'ib etildi. İşan ishik tubida qo'l bog'lab turgan so'pi xizmatkorni chiqib ketishga ishorat qildi-da, qo'rsq to'yib mugdashga boshlagan xalifalarga qopqini turib qarab etgandan keyin so'z boshladi. Birdam mugdashmay o'tirsizlar taqsirlarim, dedi İşan ularni odati bo'yicha ahli sulukning bahodirlari deb ta'riflamasdan qo'polroq bir xil tarzda gap boshlab. İşanның ovozidan cho'chib esi kelgan xalifalar qaytadan yukinib qaddini ro'slashdi. Hidoyatulloh İşan qalamtirashning uchi bilan tishini qo'layotgan molla naqi xalifaga olib bir qarab atgandan keyin gapini davomlashtirdi. Bayam shahzoda oliylari bilan muloqotda bo'lib, Ostonaga lashkar tortish ishini qaroridan o'tkazdim. İnşallah bu ish pat yaqinda vujudga chiqsa, şol vəcidin bizmo dərhal Astanadakı muridil hidoyatchi yaru birodarlarni harakatlantirib tayyorlik qilib turishimiz kerak. Hidoyatulloh İşan bir bog' bedidek oppoq soqollari kindigiga tushib turgan qeri xalifasi Abdurazzoq xalifaga qarab qo'yib gapini davomlashtirdi. Abdurazzoq xalifam Qashqardagi yoranlardan yosh kuchtingurlarni yig'ib bir so'pi lashkarlar qo'shini tashkillab, o'zi bu qo'shinga bosh bo'ladi. Lozimli qurol yaroqlarni shahzoda oliylariga deb o'rda lashkarxonasidan oldirib beraman. Qag'alringlar Molla Saqi xalifam bilan Molla Naqi xalifamga yordamlasizlar. Hozirlar Ostonaga yo'lga chiqib, Ostona, Makkat, Qo'g'liqdagi yoranlardan so'pi lashkarlar qo'shini tashkillagandan sirt ushbu yurtlardagi sulukni tark etgan avam orasida shahzod yo'l bosgan oliylarining adlu adolati, mehr shafqatlari haqida, Sultan Abdullaxonning adolatsizligi va zolimligi haqida targ'ibot ep borsizlar. Ul yurtlardagi so'pi lashkarlar darhol Qashqarga jami bo'lg'ay. Ostonaga lashkar tortishdan iborat maqsad mutoala naitimi pinhan tutulğay. Bolupmu Maxtum zodlar boshchiligidagi Isoqiya sulkidagi Qortog'liq muridlardan to'limi ehtiyot qilinsunlar. Vaqti soati kelganda shahzod yo'l bosgan oliylarining nusrati uchun Ostonani besib yotgan saltanatni chang'ilga ilib olgan Isoqiyachi qora musulmonlarni qo'g'lab chiqarish uchun tang kuch chiqarg'aymiz. İlaha amin. Pirimning emri, Xudoning emri. Xalifalar shundoq deyishganicha Hidoyatulloh İşanga agishib duoga qo'l ko'tarishdi da Allohu akbar deb yuzlarini siypashdi. Duodan keyin İşan chavak chelib xizmatkorni chaqirdi va ishik tubida qo'l bog'lab paydo bo'lgan so'pi xizmatkorga chilim deb buyruq qildi. Kengashdan keyin chilim iltifot qilish İşanning kengashdan mamnun bo'lganligini ifodalaydi. Chilimning gapini anglab xalifalar qaytadan ruhlandi. Tamoqdan keyinla xumar tutishga boshlagan Abdurazzoq xalifaning gallari qimildab, burundan suv eqishga boshlagan edi. Hayal o'tmay 2 nafar so'pi xizmatkor mushtumdak sayxonasi bor nafis yasalgan 2 chilim bilan chuyun cho'g'danni ko'tarib kirdi-da, birinchi chilimni Hidoyatulloh İşanga hurmat bilan tangladi. İşan chilimni qo'liga ilib bo'g'icha, yana bir so'pi xizmatkor liq nashi besilgan chilimning sayxonasiga chuyun cho'g'dandagi o'rik o'tunning cho'g'ini laqshigir bilan qisib ilib soldi. İşan chilimni xo'ruldatib sho'rashga boshladi. Chilimning sayxonasidan dastlabda ko'kish is ko'tarildi. Keyin lappida qilib o't yondi. İşan chilimni har qatim ishtiho bilan sho'rvaganda chilimning sayxonasidan bir g'arij egizlikda o't yalqini ko'tariladi. İşanning og'zi burundan yangdak
tutun puqrab chiqatdi. Bir az xumardan chiqqandek bo'lgan Eshon chilimni nafsi taqildab, ko'zlaridan yosh eqishga boshlagan Abdurazzoq xalifaga tanladi. Chilimga navbat kutib turgan boshqa xalifalar bo'lsa, uy ichida laylab turgan ko'kish isloni osh ko'zlik bilan ichiga tortishga boshladi. İkinci chilimmi Hidoyatullo Eshondan boshlab ana shu tarzda oylanishga boshladi. Chilimni xumardan chiqquncha tortib, ko'zlariga harrang sarrang narsalar ko'rinishga boshlagan xalifalar ishqi deb tovlashga boshladi. Hidoyatullo Eshonning ko'ziga boya Shahzod Yo'lbosxonning huzurida billa sharab ichgan dutarchi juvonning nozliq jilvasi qaytadan zohir bo'lib, tomirlarda shahvat tuyg'ulari g'alyan ko'tarishga boshladi-da, ko'ngli ixtiyorsiz harimini tortishga boshladi. U birlari tamg'a yulanganicha, birlari beshini ikki tizining tubinigacha sanglatqanicha allaqandaq shirin xayollarga asir bo'lib ketgan xalifalarini tashlab qo'yib, daldigunib o'rnidan turdi-da, so'pi xizmatlarning yulashtirishi bilan kengash xonasidan chiqib, udul haram xonasi qarab mangdi. 3. Orda beg'ining xos xonasida Pütkül Qashqarning amri bo'lgan Shahzoda Yo'lbosxonning nazariga ilinib, asabiylarcha so'yishiga, erkilatishiga, visal lazzati baxsh etishga noil bo'lgan Gulshan, Shahzoda bilan uzunroq ishqibozlik qilishga va barliq noz xulqini chiqarib, Shahzodaning ko'nglini to'liq uftulishga niyat qilgan bo'lsa-mu, sharobni ko'p ichib qo'ygan Shahzoda bir qatimliq payizdan keyin xo'rakka tushib ketgan edi. O'zini o'rdaki nizaklarni boshqarish martabasiga erishib bo'lgandek tuyg'uga kelib qolgan Gulshan, Shahzodani ana uyg'onib qala degan ta'ma bilan kelgusidagi tatlı xiyollarga asir bo'lib, qaysi vaqtda uxlab qolganligini o'zimi tuymay qoldi. Kun o'tirishga oz qolgan vaqtda uyqusidan uyg'ongan Gulshan to'shakda o'zining qip-yalang'och holatda yolg'iz yotganligini ko'rib, ham taajjublandi, ham ma'yuslandi. Lekin Shahzoda bilan bayon qilishgan ishqibozligini xiyoldan qayta o'tkazdi. Vujudini qaytadan bir baxtiyorlik tuyg'usi chirmab oldi. Ammo u mastligidan yeshilib, uyqusidan uyg'ongan Shahzoda Yo'lbosxonning o'zini uyg'otib qo'yishqimi ro'yi bo'lmay, kiyimlarini chalbula kiyibla bahramon holda bog'dan chiqib ketganligidan zinhor xabarsiz edi. Gulshanning xiyollari tinimsiz edi. Uning qallasida Shahzoda bilan Hidoyatullo Eshonning ostonaga lashkar tortish to'g'riliq qilishgan maslahati va Shahzodaning o'zini asabiylarcha so'yib "Xo'sh bo'l, Gulshan, seni hozir Qashqarning bir noib amri emas, Pütkül Saidiya tasarrufining haqani so'yibotidi. Pat yaqinda xonliq taxtida o'tirsam, senimi ostonaga aktiman" degan so'zlari xira-xira zohir bo'ldi-da, vujudi etqusiz xushalliqqa cho'mdi. Sharobning ta'sirida beshining do'qildab og'rishini unutdi. Amir ordisining harimidagi kinizaklarni boshqarish martabasidan ko'ra, xon ordisining harimidagi kinizaklarni boshqarish martabasiga erishish nima degan zo'r baxt-da? U chaqda Gulshan tovar durdun, oltin kumush, uncha marvoyatlarga purkinib yashaydigan martabalik zardor og'cha xonimlardan bo'lib qoladi. Nurg'un xizmatkorlar, dedaklar, kinizak qizlar uning xizmatiga qo'l bog'lab, xo'sh deb turdi. Haramga kinizak tanlash, haramdagi kinizak xizmatkorlarning xarajatlarini boshqarish, tarqitish hammasi Gulshanning boshqarishida bo'ladi. Men degan amirlar, bagzodlar, boyvachcha, zardor to'rlar uning etikiga dum tushidi. Sanduq hamyonlarini tilla, javohiratlar bilan to'ldirib etadi. U chaqda Gulshan Bazmixonning heliqi xitmak xo'jayinini qandoq xo'rlashni, qandoq jazolashni oldirmay o'ylashidi. Uning qilgan haqorat xo'rliqlarini bir-birlab ko'ziga ko'rsatdi. Gulshan ana shundoq tinimsiz xiyollar ilkida surib o'qishni unutib g'usul qildi. Ondan kiyimlarini kiyib, bezaklarini taqab, o'rda beg'ining darvozasini
darvozani tayyorlab qo'ygan mapiga chiqdi-da, udul Hindi saroyidagi bazmixonaga jo'nadi. Odatda asr vaqtidan burun ancha qiziqmaydigan bazmixona bugun qozondakla qaynab ketgan edi. Saroyning kangri saynasidagi 10 necha mapiga qarab, Gulshan bugun bazmixonaga xeyli ko'p mehmon kelganligini pamladi. Bazmixona ichidagi ayrim xonlardan anglangan "Allah! Allah!" sadolari bazmixonaning qilin tomlaridan aks sada qaytaratdi. Gulshan o'zining hujrasiga kirib, yo'g'on tiklama aynakning oldida g'irim qilishga tutindi. Shu asnoda takallufsizlar kirib kelgan bazmixona xo'jayini bo'sug'idan putini ola olmayla Gulshanga ta'na toshlarini etishga boshladi. "Voy Allah, Gulbeli xonim, amdi kallamo, sizlarning judolarini qilib, yo'llariga talmirib turgan boyvachchilar beshimni o'chaq etib tayli" dedi. "Manga qaylisizlar? Misildab o'tirmay, pardozlarini g'ushli qilib, mehmonlarning oldiga chiqsizlar." Ovozi ayollarningidek zil, yumshoq chiqadigan soqolsiz ko'sa, yuziga sus anglik, chaqmoq kirpiklik, chiroyli ko'zlariga surma, nozik inchik barmoqlariga xeyni yiqib, ayollardek noz xuluq bilan so'zlashni yaxshi ko'radigan 30-35 yoshlar chomisidagi bu g'itmak xo'jayindan Gulshan odatda o'lgudek qo'rqadi. Har qanday buyruqdan chiqolmaydi. Uning sizg'idan qildin qiyiq ketmaslikka tirishadi. Oydak jamoli, yiqimliq, suzuk ovozi, tangdoshsiz dutor chelish mahorati sabablik buningdan 10 necha yil burun ko'ngilning kayniga kirib, bir nomardga agishib, bu bazmixonaga kirib qolgan Gulshan nurg'un qarz hisobiga mushu bazmixonaga go'riga tutib qilingan edi. Shuningdan keyin u bu Hindi saroyidan o'z ixtiyorligi bilan bir qatimmi ayrilib baxmadi. Dutor chelib, naqsh o'qib berib, bazmixonaga kirgan boyvachchilarning ko'nglini ochdi. Ammo bazmixondan beshin ilib chiqib ketishga hargiz jur'at qilolmaydi. Nomi butkul Qashqar shahriga pur ketgan bu naqshchi xotinni Hindi saroyvan bilan mushu g'itmak xo'jayinlar shar'iy mahkamasining cholma kesak qilib o'ldirishga buyruchidan qo'g'dab kelyotdi. Gulshan turlik bazmalarga chillab avatgan yosidaq mapilarga chiqmay, ko'chaga piyoda chiqsalar 10 necha qadam mangmayla shahar xalqining g'azabiga uchraydiganligini obdan biladi. U chaqda uni yeliqi bag to'rlarning hech qaysisi qo'g'dab qanot ostiga ololmaydi. Şoňlaşqa u har qancha xo'rliq tarsimi, bu g'itmak xo'jayinning ko'ziga qarashga majbur edi. Uningsizmi bazmixonasi va mol dunyosi bilan Qashqarning lukchak, ko'li kasallarini indakka keltirib olgan bu g'itmakning qo'lidan har balo keldiganligiga Gulshan ishonadi. Şoňlaşqami har amallarni qilib, Shahzoda Yo'lbosxonning himoyasiga erishib, bu yerdan qutulib chiqishni kecha-kunduz orzu qiladi. Bugun Shahzodaning olayda iltifotiga noil bo'lgan Gulshan xilla yuraklik bo'lib qolgan edi. Shunga u xo'jayinning g'unchidek qattiga, qiynoq pardoz qilib olgan oq posmaloq chiroyiga yaratmagan qiyofatda nazar tashildi-da, lavlarini yimirib javob berdi. "Nemanchi vala oldirdilar, xo'jam?" dedi Gulshan, xo'jam degan so'zni masxara bilan so'zib talaffuz qilib. "Shahzoda olilarining qeshidan xohlagancha inib kelgili beshim o'nmidi mening. Shahzoda olilari mang'ili qo'yib qo'ymay tutib qoldi. Helimi xil oldirdim. Bo'lmasa biz degan shahzoda olilarining oldida bir tal hastakli odamlarmiz." G'itmak xo'jayin Gulshanning Shahzodani pesh qilib ta'addi qilayotganligi, yana tehi sen Shahzodaning oldida nemitang bir tal haskimi arzimaysan deyotganligini tushunib g'azabdan titradi. Shundaqdimi ishki tuyg'usini oshkorlamadi. U Gulshanning sochlarining yuyilgan bo'lsimi o'rilganligini, chiroydagi girimlarning, hatto ko'zlarga surilgan surminingmi pokiz yuyilib ketganligiga qarab,
Бүгін Gülşenning Şahzade'ge yalğız dutarlı çelip bərmegənligini, şoňlaşqımı onun birdilli yüreklik, təkəbbür bop qalğanlığını jazm qıldı da, hər ehtimalga qarşı özünü besip ehtiyatcan pozisiya tutdu. Rastilla Şahzade alilerge yarap qalğanmıdı bu jalap? Turqıdan qaraganda şundaq daq qılıdı. Gavurluqını qarmamdıgan, Şahzade onunğa birer işini vədi qılğan oxşamamdı. Şahzade onunğa rastilla amilik qılamı? Mümkün emas. Belkim bu jalapның qaş gözlerini oynatıp, naz qılıp, xuluq çıqırışıga çydap turanmay, birer qitim köңlini assımı aşqandır. Şundaq, Şahzadening harimida erkek çivin qonmagan ni qızla samandek tursa, bu qeri jalapqa qarashqa Şahzadening näde çolысы? Xap to'xtab tur. Әдігіше раса бір әдіпіңні беріп, өзіңнің kimligingni өзіңгі тонтып қоймайдыған болсам. Astandan kelgan boyvachcha xo'jam nemishqa hozirgacha yenimga kirmaydi deb koyib ketib boradi. Muğbetçaning bu so'zlari G'itmak xo'jayinning xiyolini uzib qo'ydi. U darhol esiga keldi-da, Gulshanga qarab chiroyiga yosima kulgi yugurdi. Bu yerdagi muğbetça degani bazmxona xizmatkori may to'shug'ichi degan gapkan. Ayna, demidimmi Gulbeli xonim? Bayatdan beri sizning qag'ishlarini qilib, joda qilgan dal ashu ostandan kelgan boyvachcha shu haqni to'la taqozo qilmay, ildan bosla oltin beliqim. G'itmak xo'jayinning oltin beliqim deb pəbilləşdirdən görə Astandan kelgan boyvachcha Gulshanning bekrak diqqatini tortgan edi. Astandan kelgan boyvachcha bo'lsa, tonishib qo'yish kerak. Pat yaqinda Şahzade Yo'lbosxon bilan Ostoniga borsam, damalliqqa tonish bilasiz, ulpatsiz qolmayman. Buning qilchilik zihni yo'q. Gulshan tortishib turmayla o'rnidan turdi-da, G'itmak xo'jayinning keyindan ergashdi. Xasxanaga kirib kelgan Gulshan tördagi kimxab ko'rpining ustida badashqan qurib o'tirgan, amdila 30 yoshlarning qarsini olgan, qop-qora burutlari gulrang chiroyiga xo'yma yarashgan, qora qashliq, ko'zlari chaqnab turadigan, o'ng qishining ustida bir ilik tortiqi bor, so'datlik bu yigitni bir qarabla to'ndida, xushalliqdan yuraklari o'ynab ketdi. Yigit Gulshanning javoban salamiga o'rnidan turdi. Mehmanning so'datlik kiyinishidin yeb ichish uchun ziyoda ko'p nozu ne'matlarni buyurtib, sexiylik bilan pul topshirishidan mehmonga Gulshanni tepib bersa, texmi ko'p nafga erishadiganligiga ko'z yetgan G'itmak xo'jayin boyatdan beri Gulshanning yo'liga uningdimi bakrak talmurib ketgan edi. Shunlashqa Gulshanni ko'ribla ochiqlab ketishning sababimi shu edi. Özleri boyatdan beri to'la jidilni qilib ketgan oltin belixinim mana shu, dedi G'itmak xo'jayin boyvachcha yigitga Gulshanni alayda tanishtirib. Qani beliqni oldilariga akilib berdim, endi u silini eritib, bir daryo suvga aylantirib, holidan ketkizvatmasa hisob emas. Bu beliqni qarmoqlariga ilindiranmaslik qarmoqlarining dastisining ching bo'shliqiga bog'liq bo'lib qoldi amisa. G'itmak xo'jayin qilgan gapiga o'zining mastiki kelib, qo'shlab oltin uzuk silib olgan barmoqlarining dumbisi bilan og'zini etib olib nozliq kuldida, ballarini to'lg'ab, kassini o'ynatganicha xondan chiqib ketdi. Va eshik tubidagi kutkuchiga mehmonning buyurtmalarini vaqtida akirib berib, yaxshi kutishni alayda topilab qo'yib g'oyib bo'ldi. Ahvollari yaxshimi, boyvachcha xo'jam? Dedi Gulshan mehmondan qaytadan ahvol so'rab. Shu ketgancha bu mehmonxonaga faqatla oyoq bosmadilar. Har qitim asliginimda bilib bilmay ko'nglini chigib qo'ygan bo'g'iymidim deb ko'p iztirob chekdim. Yo'qsa, men xonimni doim eslab turdim. Mana bugun Qashqarga kelibla udul bazmxonaga keldim. Özlerini satıq chiqib ketgan, heliğich keldi deyishdi. Gelimdan hech nim o'tmay yo'llarga qarab turishim.
Gülşen yigitning shirin shakar so'zlaridan xuddi choyga solgan qanitgila erib ketdi. Xuddi choyga solgan qanitdakla erib ketdi va buningdan 3 yil avvalgi ishlarni g'ilpalla ko'z oldidan o'tkazdi. Shu chaqda yigitni bu bazmixonaga Qashqardagi bir necha begzodlar tasodifiy boshlab akirgan va Gulshanni qishqartqizib, dutor chaldirib bazmi qilib bergan edi. Shu chaqda Gulshanning yiqimliq ovozi va mahoratli dutor chilishlariga shayda bo'lib qolgan yigit Gulshandan ko'zini uzamagan edi. Ishqibozlikda xilli pishib qolgan Gulshanmi qosh ko'zlari va ma'nlik beqishlari orqali yigitga ko'ngil maylini bildirgan edi. Bazma oxirlashganda yigit do'stlari bilan chiqib ketib, ayol o'tmayla o'z yolg'iz yenib kirdida, Gulshan bilan bir kecha birga bo'ldi va atigini xo'jayiniga berish tegishlik haqning sirtida Gulshanga 2 tilla hadiya qildi. Gulshan bu 2 tillani g'itma xo'jayindan yoshirib, bo'yniga isib olgan tumarning qetiga tikib saqlab qo'ygan bo'lib, bu 2 tilla hozirmi ashu tumar bilan bo'yinda bor edi. Gulshan yigitning mardligi, sexiligi va ishqibozlikda to'liq yigona bir yigit ekanligini har qatim esiga olganda, ashundaq bir kechining yana bir takrorlanishini to'liq orzu qiladi, to'liq armon qiladi. Mana bugun Gulshan barliq tilaklariga yetadigan o'xshaydi. Tushda Shahzodaning iltifotiga noil bo'ldi. Mana endi 3 yildan beri yuragining cho'nqir qetida o'chmas iz qoldirib ketgan yigiti bilan qayta tedarlashdi. O'zlarining keldiganliklarini bilgan bo'lsam, hech yerga chiqmay kutgan bo'lardim, dedi Gulshan sharob to'ldirilgan jamni yigitga tanglab turib. Xudo xolisa, pat yaqinda Ostonaga berib qolsam, pat-pat didar ko'rishib turamiz. Inshaalloh, deganlari kelgay ilohim, dedi yigit. Jamdagi sharobni ichayli. Ashu chog'da birga sharob ichganimiz faqatli esimdan chiqmaydi. Yigit nima uchundir ishkillab so'rab qoldi. Ostonaga nima sababdan bordigan bo'lib qollar xonim? Shahzoda Yo'lbosxon oliylari birga operadigan bo'ldi, dedi hayajonlangan Gulshan maqtangan holda azvaylab so'zlab. Bugun meni Shahzoda oliylari huzuriga chaqirtib, ma'pi avatibdigan. Orada beg'ida bazmi qilib o'tirsak, Hidoyatulloh Ishon Pir Buzruk hazratlari kirib keldi. Shahzoda bilan Ishon hazratlari Ostonaga lashkar tortadiganning maslahatini qilishdi. Ishon hazratlari ketgandan keyin Shahzoda oliylari menga pat yaqinda Ostonaga berib, taxtda o'tirsam, senimi birga aktiman dedi. Ostonaga berib qolsam, bundaq sharob ichishgach, ko'ngil ochadigan fursatlar ko'p bo'ladi, xo'jam. Shu topda yigit Gulshanning chiroyidan ko'ra gapiga bakrak e'tibor beryotdi. U o'zining Qashqar safariga chiqqanligidan ham bu bazmixonaga kelganligidan to'liq mamnun bo'lgandek ko'rinadi. Yigit Gulshanning og'zidan hamma so'zlarni yulib olishga aldirayotdi. Lekin yigit o'zini tutib olgan bo'lib, to'liq ehtiyotchan edi. Ko'ngildagini chandırib qo'ymaslik, Gulshanni qilchilik gumoni tuyg'uga keltirib qo'ymaslik, uni o'z ixtiyori bilan so'zlatish uchun ko'ngilda qisqala plan tuzdi-da, bulungdagi xurjunning izmisini echib, yakanning bir kiyimlik xon atlisini, bir kiyimlik yeshil shoyisini, bir tal helila ro'molni ilib, uning ustiga hamyindan 2 tal tilla oldi-da, hammasini Gulshanning oldiga qo'ydi. Xenimning loyiqida bo'lmasimi, bu arzimas so'g'larni og'ash kelgan edim. Az bo'lsimi qabul qilg'aylar. So'g' salomlarni ko'rib, xushalligidan Gulshanning ko'zlari chaqnab ketdi-da, boshqacha noz xuluqlari bilan yigitning ko'nglini qutishga tirishdi. Yigit to'liq sagak edi. U sharobni o'zi ozroq ichib, Gulshanni ko'proq ichishga da'vat qiladi va chandurmayla gapni Gulshanning Ostonaga berish ishiga yo'tkaydi. Hech nimadan bexabar Gulshan bo'lsa, yigitga bugun tushda Shahzoda Yo'lbosxonning o'rda beg'ida Hidoyatulloh Ishon bilan qilishgan maslahatlarini va mastikida o'ziga bergan va'dasini to'liq bilan so'zlab berdi.